Ko'zingga qaramaysanmi? Qishloqi. Uzr aka ko'rmay qolma. Adasi ko'zga qarab o'tmaysmi, qo'rqib ketdim. O'zim ham qo'rqib ketdim. Shahar katta ekan-da. Mayli bo'lmasam kech bo'lmasdan ijaraga uy topa qolaylik, ketdik. Ey Xudo o'zingdan so'rayman shuni. Do'stdan xabar. Keling aka, naqdgan arendagan. Qishloqdan keluvdik aka. Musofirmiz. O'shanga bitta arzonroq uy qilib bersangiz deb aytdik. Qagrasiz bor bitta uy bor. Yuring ketdik ko'rsataman. Taqdir kitobini o'zing yozibsan. Adasi, eson-omon joylash oldiga. Ha, yaxshi. Endi ertaga Xudo xolisi bitta ish topib olsam, undan ham zo'r bo'ladi hammasi. Turibsan. Voy adasi, kim ekan? Bilmadim. Hozir o'zim qarayman. Ularga osonmas gulxonasidan. Kelinglar. Kimdir Assalomu alaykum. Ko'rinchinim, ha, uyga ko'rinchi. Mana, bu yoq oshxonam. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor, sanuzel ham bu yoqda. Opa, mabodo manzilda adashib qolmadingizmi? Boya biz bu uyni ijaraga oluvdik. Uy meniki. Qo'lingizda biron bir xat hujjatingiz bormi? Hech qanday hujjatimiz yo'q. Sizlarga 1 soat vaqt. Uyimni bo'shatib qo'yinglar. Bo'lmasa, tegishli joylarga murojaat qilaman. Onasi, yur qishloqqa qaytamiz. Hozir qishloqqa qaytib borsak, hamma ustimizdan kuladi. Undan keyin kimni ham uyga sig'ardik. Ozgina sabr qiling adasi, iltimos. To'g'ri aytasan onasi. Mayli, yur oqa. Bir amallarimizni. Yur. bu teshik tog'orani tashvishin qilib. Assalomu alaykum aka. Ish so'rab keluvdim. Noyobsham qo'limdan keladi. Agar iloji bo'lsa, yotoqxonasi bilan bo'lsa, zo'r bo'lardi. Hop, men o'zi qopiga 150 mingdan beraman. Agar yotoqxonasi bilan bo'lsa 75 mingdan beraman. Biz rozimiz aka. Ish boshlayveringlar. Xo'p bo'ladi, rahmat. Yur oqa onasi. Qilmasang tashvishin kim qiladi kim? Ularni farzandini o'zing asragin. Ukam yaxshimisan? Assalomu alaykum. Keling aka. Endi to'g'ri tushunasan, endi Navoiyxonani jiyanlarni o'zi yurg'izaman deyapti. Tushundim aka siz. Onasi. Yur oqa. Kiyimlarni yashtir. Yur. Rahmat aka sizga. Onasi, iltimos sendan qishloqqa qayting-ku. Bizga Toshkentda gunoh yo'q aka. Adasi, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan gap bor. Yana ozgina sabr qiling. Undan ko'ra kech tushmasdan yotishga joy qarang. Xo'p. Kelur. Kel onasi. Amallab shu uyni topdim onasi. Shu yerda yashab turamiz endi. Xo'p, tozalab chiroyli joy qilib qo'yaman. Yaxshi to'y, yomon o'limmi? Bir hafta 10 kunni to'g'ri tushunamiz ukam. Ha buni arenda deyishadi. Bo'lmasa aka menga ma'qul. 200 dollardan 24 oyga oldimmi biz? Baraka aka. O'zga yurtda ariqdan olma oqmasa kerak. Sahar turib issiqnon Aka, bu oy rasxodlik ko'payib ketib, arendan to'g'rilolmadim. O'sha o'zga yetib ketib keldim. Bir kun o'tib ketsa ham men tushunmayman, kalti tashlab keting. Buni arenda deyishadi. Shunaqa-da, arendani bunaqa bo'lishini bilmagan ekanman. Mana mashinangizni kalitdi. Shu paytgacha mehnat qilib to'lagan pulimga noroziman. ana shu insonlarni o'zing asragin. Jigarim opamsiz vatandosh aka. Tinchlikmi adasi, nima bo'pti? To'y ketdim. Bo'lga qishloqqa qaytamiz. Hammamizni aldyapti. Toshkentga bizga non yo'q aka. Men sizni kuchli, irodali erkak deb bilaman. Taslim bo'lmay adasi. Nima qildingiz unda? Hozir adasi, qora kunga deb yig'ib qo'ygan pullarim bor edi. Mashina olib hammasini boshqatdan boshlayman. Sizga ishonaman, taslim bo'lmang iltimos. Mana mashina mashina ko'ringchi. Aka, mashinangiz menga yoqdi. Lekin boshlang'ich to'loviga 300 dollar pulim bor. Lekin ayrim bir arendatorlarga o'xshab, agar kunidan bir kun o'tib ketib qolsa, mashinani olib qo'ymaysizmi? Musofirman-da aka, yana aldanishdan qo'rqaman. Nima deganingiz bu ukam? 5 qo'l baravar emas. Sizdan qilayotgan foydamni oila bola chaqamga yediraman. Bo'lmasa kelishdik aka, sizga ishondim. Onasi! Onasi! Tabriklar. Mashina bu oy oxirgi oy ekan. Xudo xohlasa shuni olib bersam, mashinadan qutulamiz. Tabriklayman adasi, zo'r bo'pti-ku. Endi mana shu mashinani sotib boshlang'ich to'lov qilib bitta dom olsak, biz ham uyli bo'lib qolardik. Onasi, o'zi zo'rg'a qutuldik-ku. Yana aldanib qolsaychi. Iltimos, aytganimni qiling adasi. Shu kungacha men sizga yomonlik ravo ko'rmaganman-ku. Xo'p. Ey aka, bu mashina menga Rossiya ham qiyinchilik bilan keldi. Ammo yaxshilikka sotyapman. Musofirman aka. Toshkentdan yo'moqchiman. Nasib qilsa, vatanli bo'lib qolay deyapman-da. O'shanga ozgina iloji bo'lsa, qimmatroq qoling, iltimos. Mana shu domlar adasi.
BM Group. Ishqilib bular ham aldashmasmikan onasi? Bular judayam ishonchli. Yuring kirib ko'ramiz. Judayam ko'p aldanibsizlar-da. Gapirmang opam. Musofirchilik juda ham qiyin ekan. Bo'lmasam-chi sizlarga qo'lingizdagi bor pulga 2 xonali kadastri chiqqan, hozir kirib remont qilib yashaydigan uy qilib beraman. O'zingizlar nomingizga qilib beraman. Bo'lmasa hozirni o'zida hujjatlar rasmiylashtiramiz agar xo'p desangiz. Ketdik bo'lmasam, qani yuringlar. Onasi remontlarni ham bitirib, Toshkentda ham bitta uyli bo'ldi va kattakon rahmat senga. Nima bo'lishidan qat'iy nazar yonimda yelkama-yelka turib sabr qilganingizga sizga kattakon rahmat adajonisi. Bu yutuq ikkalamizaniki onasi so'z o'rnida aytib ketishi lozim ko'rdim. Har bir muvaffaqiyatli erkak kishining ortida kuchli ayol kishi turadi. Rahmat senga onasi, boringga shukr. Hamma qishloqdoshlarga aytaman. BM Group to'g'ri tanlov, ammo muhimi ishonchli. Yuz burib bag'rim o'ysang